xona, 3 xona qilingan yevro remont holatdagi uyimizda sotuvga chiqdi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Asosiy zal mehmonxona qismi. Bu yoq televizorning zona, o'zini mana bunaqa chiroyli lyustralarga ega. Umumiy maydoni 52 kvadrat metrdan iborat. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. O'zini televizorlariga ega. Garderob shkaflarini ham ko'rib turibsizlar. Xonadonimiz Chilonzor 19-kvartalda joylashgan. Kirosh prixoshkamiz. O'zini razdelniy sanuzel qismlariga ega. Sovg'asiga mana bu ajoyib kir mashinasi qo'shib beriladi har doimgidek. Choy ichib o'tirish uchun stol shart-sharoitlar qilib qo'yilgan, o'zini konditsionerlariga ega. Bu 3-xonani bolalar xonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. Balkonimiz 1,5 ga 6 o'lchamdan iborat. Bo'lib yuborilgan, oshxona qismi balkonga ko'chirilgan. 4 qavatli domning 4-qavatida joylashgan, ko'chaning yuzidan 2-liniyada. Uyimiz narxini $72,000 so'rayapmiz. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon raqamini qoldirdim. Bemalol aloqaga chiqib kelib ko'rib baraka ko'rsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.